UFC'ning chempionlari bo'lib chiqarish maqsadida bu ligani tashkil etdik. Ayrim sportchilarimiz ijobiy natija bermayapti. Xudo xolasa ochib oldik. Birinchi turnirimiz ham aniq. Mana ligani ochding, media yo'q. To'g'rimi? Media endi qanaqa media bo'ladi? Media jangchilar, mana hozirgi shoumenlar bo'lmaydi. Qanaqa qilib shoularsiz, PR-larsiz to'ldirish niyati bor musobaqalarni? Eng yaxshi sportchilarni olib kelyapmiz. Munosib raqobat qo'yamiz. Sportchining maqsadi bo'lsa, UFC'ga chiqmaydigan maqsadi bo'lsa, bu tramplin unga. Sportchilar o'tda bonus uchun, gonorar uchun harakat qiladi. Xuddi shu narsani biz o'zimizdan ligaga qo'yamiz. Men o'zim totalizatorga qarshi bo'lganman shu paytgacha, shu Mekriskiga komandamni bitta bola qilmaydi. Agar kim qilsa chiqarib yuboraman. Maqsadi nima desa bo'ladi? Pul topish emas. Liganing maqsadi sportchilarni ko'tarish. Bizning maqsadimiz bitta xum arenada o'tkazib tugab qolish emas. Boshqa davlatlardan ham yaxshi kompaniyalar chiqib homiylik qilish taklifini berishadi. Bayitslar hozir kimga chiqadi, kim bilan gaplashadi? Jasur bilanmi yo siz bilanmi? Albatta menga aloqa chiqyapti. Hammasi. Hozir chiqishyapti. Hozircha. Octagon Liga menga jang berdi. Xuddi shunaqa video qilib chiqsa-da, Mango Liga menga jang berdi. 13 yoshli, 12 yoshli boladan shunaqa baqirish chiqyapti-da. Men jang so'rasam jang beradi, ertaga menga qanaqadir bolam beradi. O'zimga o'xshagan urishaman, uy olaman, mashina olaman. Agar hozir kimnidir tapuskat qilagan bo'lsa, ertaga xuddi shunaqa teatr davom etaveradi. 1 minut ichida jang tugayapti. Kim yutdimda reytingini qarasak, hech kim emasdi. Tekinga o'xshama, biroz nima aytgan bayt bilan. Men aytgan baytki, o'zimiz topamiz. Yo'q, bizning ligada unaqa narsa bo'lmaydi. MMA desa oldin hamma o derdi, MMA chi ekan derdi. Hozir MMA chi desachi, qo'y deydi. Kim deydi? Qaysi bir MMA chi deydi. Chempion bo'lish oson, chempionlikni ushlab turishdan ko'ra. Rasabza qiladi bizanikilar. Chempion bo'lgandan keyin bemalol